Assalomu hurmatli kuzatuvchilar, Drombo modeldagi skuterimiz kelgan. Xullas, batareyasi uzoq yetmay qolibdi. Yo'ngisi tushib ketdi. Ana mana shular hammasi yo'ngisi tushib ketgan ekan. Xullas, akamiz 15 kilometr atrofida yuryapman dedi. Hozir buni yo'ngisini ko'taramiz. Ya'ni uzoqroq yuradigan qilib, apparatlarimizga qo'yib, chiroq qilib ko'tarib beramiz. Bu o'tirmagan akkumulyator, to'kilib bo'lmagan, prosta o'zini yo'ngisi tushib ketgan. Maysiz qishda ko'p odam minmaydi. Turgan joyida akkumulyator o'zidan o'zi sastanasi yo'qotgan. O'zi yangi olgan skuterda 2025-yilda olgan, hech qancha yurmagan. Bir 2 oycha bingan ekan. Hozir chiroq qilib yo'ngisini ko'tarib beramiz. Xo'p, mana shunday apparatimizga qo'yib, mana yo'ngisini ko'tarib beramiz. Hozir mana yerda olyapti. 507 amper kirgan. Mana shu 20 amperga chiqsa, mana shu hozir uje tiklanyapti. Mana 508 bo'ldi. 1 soat 7 minutdan beri turibdi. Bu hozir 3 soat turadi. Bitta yacheka 3 soatda. Mana shunday 3 soatda turadi. Xo'p, 20 amperga ko'tarilganda, yo'ngisi joy-joyiga qaytadi. Ko'p odamlar aytayapti, bu bo'lmagan narsa, bu laboratoriya apparat aka. Akkumulyator ishlab chiqaradigan Xitoydagi zavoddan olib keltirilgan. Xitoyda shu apparatda yangi akkumulyatorlar zaryad qilib yo'ngisi ko'tariladi. Bu qimmat apparat hisoblanib, $2000 olingan apparat bo'ladi. Bu hozir pashti akkumulyatorlarni nolga tushgan, o'tirib qolgan, uzoq yetmay qolgan akkumulyatorlarni o'g'nashga yordam beryapti. Prosta ko'p odam o'ylaydiki, akkumulyator ish bermaydi, lekin hozir bizda ish beryapti bu narsa. Mana 501 amper, 501 amper, mana 11.4 amperga ko'tarilgan bu. Bu 10 amperga ko'tarilgan. Bu 10.00 amperga 1 soat 3 minutda. Xullas bu 3 soat turadi, bitta yacheka 3 soatdan 4 soatgacha turadi, bemalol ko'tariladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu xizmatda bemalol aloqaga chiqinglar, qilib beramiz. Ishib ketgan, to'kilib qolgan, uzoq yil bo'lgan akkumulyatorlar qilib bera olmaymiz. Prosta yo'ngisi tushib ketgan, uzoq yetmay qolganlarni yangi skuterlarni qilib bera olamiz.